Endi bularni sizlarga hisoblab beraman. O'rtacha 2000 so'mdan foyda qoladigan bo'lsa, 1 million so'm foyda degan. Atigi 500 ming so'm sarmoya va kuniga sof 400 ming so'm daromad. Men sizga bugun har qanday holatdagi, har qanday sharoitdagi inson qila oladigan, oddiy lekin juda ham samarali bo'lgan biznes loyihani tanishtiraman. Bu ishni 10-12 yoshli maktab o'quvchisi ham, uy bekasi ham, bobojon, momojonlar ham bemalol qila olishadi. Hozirgi vaqtda yurtimizda ishsizlar soni juda ham ko'p va yana ko'pchilikning qarzlari bor, bankdan yoki boshqa shaxslardan. Birovlarga muhtoj bo'lishdan charchashgan. Ba'zilarga tanish, ba'zilarga notanish bo'lgan bu loyiha aynan siz uchun. Atigi 500 ming so'm pul sarf qiling va kunlik 300 ming so'm, 400 ming so'm va undan ham yuqori sof daromadga erishing. Videoni boshidan oxirigacha tomosha qiling. To'liq hisob-kitoblari bilan buni sizlarga isbot qilib beraman. Bu biznes loyiha mana bu uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Ikkitasi birda bo'lgan original, vakuumli va oddiy qadoqlovchi uskunalar. Mana bular esa unga ishlatiladigan xomashyolar. Juda ham ko'p turdagi qurutlar, mix, aralashtirilgan quruq mevalar, uning ichida sitrus mevalari ham bor, o'zimizni mahalliy mahsulotlarimiz ham bor. Batafsil video davomida pista mahsulotlari, pishloq mahsulotlari, quritilgan baliqlar, bodom mag'zi, sho'ri va shirini. Yana bir boshqa turdagi qurt, gajak, yana boshqa turdagi 2 xil o'lchamdagi qurutlar. Bular xomashyolar. Bu esa tayyor mahsulot. 2,5 ming so'm daromad qolyapti. Bu faqatgina bitta qadoqlangan qurtdan. Men sizlarga mana bu yerda juda ham ko'p mahsulotlarni taklif qildim va yana juda ham ko'p mahsulotlar bor. Ularni videoda hammasini aytib o'tadigan bo'lsam, videoning vaqti davomiyligi cho'zilib ketadi. Agar sizda men video davomida keltirib o'tadigan narx-navolar shubha uyg'otsa, bemalol o'zingiz yashab turgan hududlardagi narxlarni o'rganib chiqishingiz mumkin. Men bu ma'lumotlarni osmondan olmadim. Oddiy qishloq va shahar supermarketlar va magazinlarga kirib, o'rganish olib borganimdan so'ng bu videoni tayyorlayapman. Hatto dorixonalarga kirganingizda ham ko'zingiz tushgan bo'lishi kerak. Pistalar, bodomlar, gajaklarni qadoqlab qo'yilganini shaxsan o'zim birma-bir sanab chiqdim. 25 dona qadoqlangan pistaning narxi 12 ming so'm. 20 dona qadoqlangan bodom mag'zining narxi esa 10 ming so'm. Bularning tan narxini sizlarga video davomida aytib o'taman. Hozir esa mana bu uskunalar bilan sizlarni tanishtiraman. Birinchi uskunamiz original bo'lgan vakuumli va oddiy qadoqlovchi mini uskuna. Bu uskuna maxsus ekranga ega, oddiy qadoqlaydi hamda vakuumli qadoqlab beradi. Oddiy qadoqlash deganda mana bu ko'rinishdagi havosi tortilgan qadoq emas, oddiy havosi tortilmagan qadoqni nazarda tutyapman. Biz bu mavzuda oldin ham videolar qilgandik. U paytdagi apparatlarimizdan, vakuumli uskunalarimizdan endi olib kelmaymiz. Kimgadir aytdim, kimgadir aytmadim. U apparatlar o'zini oqlamadi. Lekin bu apparatlarga hozirgi mavjudlariga men kafolat bera olaman. Siz topishingiz mumkin bundan ko'ra arzonlarini, lekin sizga ular ish bermaydi. Men bu gapimga javob bera olaman. Qadoqlagan mahsulotlariga 5-6 kundan so'ng havo kirib qolish holatlari juda ham ko'p kuzatildi. Men shu kungacha 1,5-2 yil davomida bu uskunalarni juda ham ko'p turini sotib ko'rdim va mana shu ikkita modelda to'xtadim. To'g'ri, apparatning ko'rinishlari bir xil bo'lishi mumkin, lekin ularning ichki xususiyatlari, motorlarda farq katta bo'ladi. Demak, bu bizning ikkinchi uskunamiz. Buni ko'rinishi sizga tanish bo'lishi mumkin, lekin bu uskunadan faqatgina O'zbekistonda mendan topa olasiz. Gapimga ishoning. Men bu modelni Z variantidan, S variantidan, X variantidan ham sotib ko'rdim, lekin ularning hech biri bu menga bergan taassurotlarni bera olmadi. Ishlab chiqarish quvvati juda ham baland. Motorlari upgrade qilingan, havolarini yaxshi tortadi, paket tanlamaydi. Siz istalgan vakuumli paketni bersangiz, u qalin bo'ladimi, yupqa bo'ladimi, havosini tortib, juda ham chiroyli tarzda qadoqlab bera oladi. Keling endi bu apparatlarni ishlash tartibini ham, ish jarayoni bilan ham sizlarni birozgina tanishtirib o'tsam. Demak, ko'chada narx-navolarni optim joylarda ko'rdim. Mana bunday sirli palichka, sirniy palichka deyishadi. Pishloqli tayoqcha o'zbekchasiga bo'ladi. Buni 100 gram narxi bizga 5 ming so'm, ya'ni 1 kilosi 50 ming so'mga optim joydan xarid qilishingiz mumkin. Videodan keyin bu mahsulotlarni o'zim oilam bilan iste'mol qilaman. Qo'lim toza, shuning uchun qo'lqop kiymadim. Qaysi bitta aqlli chiqadi albatta. Qo'lqop kiyib olsang bo'lmaydimi deb. Apparatni elektr manbayiga ulaganimizdan so'ng kerakli mahsulotlarni
maxsus paketlarimizga joylashtiramiz va apparatga qo'yamiz. Ishlash tartibi juda ham oddiy, apparatni ishlatishni noldan tushuntirib, o'rgatib ham qo'yamiz. 100 gram qilib qadoqlangan mahsulotning narxi 12 ming so'm ekan magazinlarda. Biz 100 gramdan emas, 50 gramdan mahsulotlarni maxsus paketlarga joylashtirgan holatda ularni 5 ming so'mdan sotsak ham bizga bu qoplayveradi. Maxsus paketga mahsulotlarimizni mana shunday tartibda joylashtiramiz va apparatga qo'yamiz. Bu ishni bir marta tushunib olgan yosh bola ham bemalol davom ettira oladi. Qiyin ish emas. Bismillah. Qarshingizda tayyor mahsulot 50 gram miqdorda. Bu bizga 3000 so'm atrofida to'g'ri keldi. To'g'ri, hamma mahsulotlardan bir xilda 2,5 ming so'm, 3000 so'mdan foyda qolmasa ham, ba'zisidan 1000 so'm, ba'zisidan 2000 so'm, hatto ba'zilaridan 4000 so'm yoki undan ham yuqori daromad qila olamiz. Keyingi mahsulotimiz, aytaylik, pista. Bu pistani tumiga 65 ming so'mdan sotishar ekan. Endi albatta siz yashab turgan hududda narxlar biroz farq qilishi mumkin. Balki mendan arzon olarsiz yoki mendan qimmatroq ham olishingiz mumkin. Demak, sanayman, qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xuddi mana shu 12 dona miqdordagi pistalarning narxi 6000 so'm. 12 donasi. Bu 20 gram ham chiqmaydi. Endi bizda mana bunday kichkina paketlar mavjud. Xo'p, yana bir sizlarga muhim eslatma, bu uskunalarni mendan xarid qilasizmi, boshqasidan xarid qilasizmi? Sizga agar mana bunday kichkina paketlar kerak bo'lsa, ayni mana shunday o'lchamda ishlab chiqarilgan kichkina paketlarni xarid qilmanglar. Uni o'rniga mana bunday katta o'lchamli paketlarni xarid qilib, o'zingiz buni yasab olsangiz ancha arzon tushadi. Har 15 soniyada bitta qadoqni tugatishingiz mumkin. Ichidagi havosini so'rish uchun 10 soniya vaqt sarf qiladi. Mana bu yerni yopishtirib, payvand qilib berish uchun esa 8 soniya vaqt sarf qiladi. 15 soniya, 18 soniyada bitta qadoq tayyor. Mana bir necha daqiqada 3 ta qadoqni tayyorlab qo'ydim. 3 xil mahsulotni. Va yana sizlarga kichkina paketdan ko'ra katta paket olsangiz sizga ma'qul bo'ladi deganimning sababi ham aytaylik, mana bunday katta o'lchamdagi qurtlarni optimiga men 2000 so'mdan oldim. Sotuvda qadoqlanmagan holatdagi mana shu qurtning narxi 5000 so'm ekan. Qadoqlangani esa 7000 so'm. Yana qaytaraman, bu narxlar osmondan, havodan olinmagan. Iltimos, komment yozishda o'ylab mulohaza qiling. Siz olmaydigan narsani boshqa hamma olmaydi degan emas. Siz o'zingizni qarichingiz bilan butun dunyoni o'lchamang. Mana shu apparatni o'zida mana hozir ko'z oldingizda paketni mana shu qurtga moslab kesib oldim va ko'z oldingizda paket yasab olaman. Boshqa o'lchamdagi katta o'lchamli paketdan. Katta o'lchamli paket olishingizni plus taraf ham shu. Sizga qaysi o'lchamli paket kerak bo'lsa, aynan shunisini yasab olishingiz mumkin. Uskunaning ishlatishini o'zimizning mijozlarimizga ipidan ignasigacha to'liq o'rgatib qo'yamiz. Keling endi bu navbatdagi qadoqni biz boshqa uskunamizda havosini tortib, uni ham sinab sizlarga ko'rsatib beraman. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'zim juda ham ko'p bu turdagi uskunalarni sotdim, ishlatib ko'rdim. Mana shu ikkalasi eng yoqqani bo'ldi, eng ishonchlisi bo'ldi. Sizlarga ham qo'rqmasdan shuning uchun tavsiya qilyapman.
Olib kelgan barcha mahsulotlarimni qadoqlaydigan bo'lsam, videoning davomiyligi cho'zilib ketar ekan. Shuning uchun ba'zilarini qadoqladim. Endi bularni sizlarga hisoblab beraman. Men ko'chada qancha miqdorda, necha donada ko'rgan bo'lsam, xuddi shunday ko'chadagi do'konlardagilar bilan bir xil qilishga harakat qildim. Demak, qarshingizda mix to'plam. Bunda rayhonli va achchiq, pishloqli, qattiq, sho'r va yumshoq qurtlar bo'ladi. Ularning soni 20 ta. Ko'chadagi narxi 18 ming so'm. Bu qurtlarning donasi bizga 200 so'mdan to'g'ri keladi. 20 ta qurt 4 ming so'm, paketi 800 so'm. 4800 so'mga to'g'ri keldi. Yog'ini hisoblab olaverasiz. Agar siz bitta do'konga mana shunday qadoqlangan mahsulotlardan 50 tasini har xil turdagi, yana bir do'konga 50 tasini, 10 ta do'konga 500 qadoq tarqatadigan bo'lsangiz, ulardan o'rtacha 2000 so'mdan foyda qoladigan bo'lsa, 1 million so'm foyda degani. Undan ba'zi bir xarajatlarimizni chiqarib tashlasak, 300 ming so'mni, 700 ming so'm sof daromad qoldi deganidir. Bu mix to'plamdagi quritilgan mevalar. Buning ichida papaya, kivi, banan, mango, uzum, yong'oq mag'zi, bodom mag'zi juda ham foydali bo'lgan mahsulotlar bor. To'g'ri, bu mahsulot qimmat, lekin buni foydasini ham, o'zini ham ta'mini bilgan biladi. Bu mahsulotning 1 kilosini Optim joylardan 50 ming so'mdan topsangiz bo'ladi. 100 gram qadoqlangan mahsulotning narxi esa 15 ming so'm. Meni qo'limda hozir bu yerda 60 gram mahsulot qadoqlangan. 100 gram deb hisoblaganimizda ham bu bizga 5000 so'mga, paketi bilan 5800 so'mga to'g'ri keladi. Sotilishi esa 15000 so'm. Biz do'konlarga 7000 yoki 8000 so'mdan o'tkazganimizda ham bizga yaxshigina daromad bor ushbu mahsulotdan ham. Keyingisi pishloqli tayoqchalar. Bu mahsulotning ham Optim narxlari 55 ming so'm, 60 ming so'mni tashkil etadi. Men sizlarga aytayotgan narxlarim Namangan sharoitidagi narxlar. Agar siz namanganlik bo'lib, bu qayda shunaqa narx ekan Optimga desangiz, mahsulotlarimizni xarid qiling, men sizga Optim joyi qayerligini aytaman. Demak, 100 gram mahsulotning narxi 12 ming so'mdan qadoqlangan holatda sotishyapti. Xo'p, bizga 100 gram mahsulotning narxi 5000 so'm, 5800 so'm borini 6000 so'mdan to'g'ri kelgan taqdirda ham teng barobar foyda bor degani. Bu qurtning donasining narxi 2500 so'mni tashkil qiladi. Ko'chalarda esa sotilishi 5000 so'm. Qadoqlanmagan holatdagisi, qadoqlangani esa 6000 so'm yoki undan ham yuqori. Endi aynan mana shu narxlarda sotinglar demayman. Men sizlarga tan narxini ham hisoblab beryapman. Tan narxini bilganingizdan keyin xohlagan narxingizda sotishingiz mumkin. Xohlang faqatgina 1000 so'm qo'yib soting yoki 500 so'm foyda qo'yib soting. U yog'i sizni o'zingizga havola. Men ko'chadagi narx-navolar bilan bir xil qilib hisoblayapman shunchaki. Pista mahsuloti ham sizlarga aytganimdek 25 dona pistaning narxi 12 ming so'm qadoqlangani. Bu pistani esa 60 ming so'm, 65 ming so'mdan yaxshi holatdagisini Optimiga olishingiz mumkin. Bu hisob-kitoblar osmondan olinmagan. Shaxsan o'zim birma-bir qishloq do'konlariga ham, shahar do'konlariga ham, supermarketlarga ham kirib, bu narx-navolarni o'rgangan holatda sizlarning e'tiboringizga havola qilyapman. Ko'p o'ylanmasdan mahsulotlarni xarid qiling va mana o'sha uskunani, maxsus paketlarni xarid qilib, o'z ishingizni boshlang. Va yana bir eslatma, bizda mana bunday bakallarga, kepka, futbolkalarga o'z logotipingiz, rasmingiz, istalgan yozuvlaringizni yozish uchun termopress apparatlari ham mavjud. Kanalimizga kirsangiz, boshqa biznes loyihalarini ham ko'rasiz. Video boshidan beri ekraningizda namoyon bo'layotgan telefon raqamlar shaxsiy raqamim. Bu esa Telegram kanalimning linki. Mana shu Telegram kanaliga qo'shilsangiz, u yerda meni Telegram lichkamni ham topishingiz mumkin. Men kechagi yoki bugungi inson emasman. 2,5-3 yildan beri xalqimizga arzon texnikalar va foydali biznes loyihalarini taqdim etib kelyapman. Men to'g'ridan-to'g'ri mijoz bilan o'zim ishlayman. Oramizda operator yoki adminlar yo'q. Siz O'zbekistonning istalgan joyidan bu uskunalarni, mahsulotlarni buyurtma qilishingiz mumkin. O'zbekistonning istalgan nuqtasiga, shahriga, qishloqlariga, hatto sizning ostonangiz tagigacha ham yetkazib bera olamiz mahsulotlarimizni. Sizlar bilan Tillo Nabiyev bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.